Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlarga Unisent ampulasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unisent ampulasi ta'sir qilishiga ko'ra kuchlantiruvchi va immunitetni ko'taruvchi, me'da-ichak sistemasi kasalliklarida va modda almashinuvi buzilganda qo'llaniladi. Qo'llanilishi ayollarda homiladorlikdan keyin, ya'ni tug'ilgandan keyin qayta kuchga to'lish, immunitetni oshirish, umumiy fizik koeffitsiyentni oshiradi, surunkali yallig'lanish kasalliklarida, jinsiy a'zolar infeksiya kasalliklarida, xirurgik operatsiyadan keyingi kuchsizlanish holatlarida, kuchlantirish uchun travmadan keyingi holatlarda, infeksion kasalliklarda, jismoniy nagruzkalarda, surunkali stressda, qon aylanishining mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi, organizmdagi toksinga qarshi kurashadi, modda almashinuvini normallashtiradi, soch o'sishini tezlashtiradi, ayollarda gormonlar faoliyatini yaxshilaydi, onkologik kasalliklarda profilaktika uchun jinsiy faoliyatni oshiradi, surunkali me'da-ichak kasalliklarida, nerv kasalliklarida, me'da va 12 barmoq ichak yaragi kasalligida, blefaritda, radikulitda, ekzemada, neurodermatit, mialgiyada, artritda, ayollarning jinsiy a'zolari yallig'lanishida qo'llaniladi. Qo'llash usuli va dozasi kattalarga 1 ml va 2 ml har kuni yoki 2 kunda bir marta teri ostiga qabul qilinadi. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga 0,2 ml va 0,3 ml har kuni yoki 2 kunda bir teri ostiga, 5 yoshdan katta bolalarga 0,5 ml dan yuborish mumkin. Nojo'ya ta'sir: tana harorati ko'tarilishi, holsizlik, noqulaylik, leykositlar soni qonda ko'payishi, teri toshmasi, giperemiya, ko'z ishki bosimini oshiradi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar: ko'zning tuberkulyoz kasalliklarida, glaukomada, bosh ishki bosimi yuqori yuradigan bemorlarda, yurak va buyrak a'zolarining og'ir kasalliklarida